Cambridge Learning Center. Impossible is possible. Afrika xaritasini ochib, uni yuragida joylashgan eng katta ko'l Viktoriyani ko'zdan kechira boshlasangiz, futbol maydonidan-da kichkina, deyarli sezilmaydigan nuqtaga ko'zingiz tushadi. Lekin mana shu nuqtada insonlar yashaydi. Juda ham ko'p insonlar. Bu Migingo. Viktoriya ko'lini Keniya va Uganda chegaralari tutashgan qismida joylashgan orolcha. Va bu Kataledi oroli deb mana shu ikki davlat bir-biriga qarshi butun boshli urush boshlab yuborishiga bir baxya qolgan. Lekin nega? Bu orolda nima yashiringanki, butun boshli davlatlar o'rtasiga nizo so'yapti va qanaqasiga o'tdi bu darajada ko'p inson yashaydi va o'zi ular qanaqa hayot kechiradi? Savollar juda ham ko'p. Ularga javob topish maqsadida bo'lsa, juda uzoq yo'l bosishga qaror qildik. Avvaliga Toshkentdan Dubayga uchdik. Sayohatlarimiz qanchalik qiyin bo'lmasin, uni sevimli Aviasales.uz ilovasi juda ham osonlashtiradi. Shunchaki manzilni kiritasiz va sanalarni tanlaysiz. Ilova bo'lsa sizga eng arzon aviachiptalardan tortib, yukli, yuksiz, to'g'ridan to'g'ri, tranzitli va yana ko'plab tanlovlarni taklif qiladi va narxlar dinamikasi bilan tanishtiradi. Aviasales.uz sayohatlarimdagi doimiy hamrohim. Dubaydan Keniya poytaxti Nayrobiga o'tdan ichki reys bilan Kisumu shaharchasiga uchdik. Lekin Migingo oroliga olib boradigan qayiqlargacha yana 6 soat davomida avtomobilda yurishimiz kerak edi. Bu joyga yetib olishi o'zi oson bo'lmadi, lekin eng asosiysi hali oldinda. Qayiq topdik. Endi mana shu qayiqda Migingo oroligacha 2 soatdan 4 soatgacha yetib olishimiz mumkin. Bu albatta to'lqinlar qanaqa bo'lishiga bog'liq. Vlog boshlandi. Migingo oroligacha bo'lgan sayohatimizni o'zi alohida bir katta sarguzasht bo'ldi. Hamrohim Shahzod aka va dron operatorimiz Mishek bilan juda ham uzoq va mashaqqatli yo'l bosib kelishimizga to'g'ri keldi va safarimiz davomida ko'rgan kechirgan barcha voqealarimizni Migingo orolidan tayyorlagan vlogimizda ko'rishingiz mumkin. Havolani video ostida topasiz. Mana shu joyda juda ham muhim eslatma. Iltimos, videoga like bosing, izoh yozing. Chunki bu orqali siz qilgan mehnatimizni ko'proq odam ko'rishiga yordam bergan bo'lasiz. Rahmat. Deyarli yetib keldik. Bizning maqsadimiz to'g'ridagi kichkina orolcha. Lekin Migingo oroliga kirishdan oldin mana shundoqqina oldida joylashgan Usingo oroliga kirishimiz kerak. Bu yerda keniyalik chegarachilar o'tiradi. Ulardan oldin ruxsat olib, qaysidir ma'noda aeroportda chegaradan o'tasiz, xuddi shunaqa bu yerda Usingo oroliga kirib, chegarachilardan olib ruxsat, keyin u yoqqa o'tishingiz mumkin. Grisha, как думаете, мы попадем в остров? Обязательно. Ha do'stlar, biz Afrikada ruscha gapiradigan yo'lboshchi topdik. Mana shu Usingo orolidagi biz ruxsat olishimiz kerak bo'lgan immigratsiya bo'limi. Bu bo'lsa Migingo oroliga shu paytgacha kelgan barcha mehmonlar ro'yxati yozilgan kitobcha. O'rtoqlar, tarixiy narsa bo'ldi. Migingo oroliga kelgan insonlar ro'yxatiga kirdi. Mana Shahzod Qosimov, Jamshid Xonov. First Uzbek in Migingo. Bu orolcha tarixi siyosat yoki chegaralardan boshlanmagan, balki oddiygina baliqdan. 90-yillargacha Migingo Afrikaning eng katta ko'li Viktoriyadagi kimsasiz, o't bosgan qoya bo'lgan xolos. Lekin keyin mahalliy baliqchilar bitta anomaliyani sezib qolishadi. Orolcha atrofida juda ham ko'p baliq bor va bu oddiy baliq emas, balki Nil sudaka. Bu baliq filesi bo'lsa juda ham qadrlanadi va
anchagina qimmat hisoblanadi. Baliqchilar avvaliga orolcha atrofida ov qiladigan, keyin esa Migingoda tunab qoladigan bo'lishadi. 91-yilga kelib esa orolda birinchi vaqtinchalik boshpanalar paydo bo'ladi. Bora-bora bu 20 sotix yerda doimiy uylar va butun boshli infratuzilma yaraladi. Hozir kunda orolda maishiy hayot uchun kerak bo'ladigan deyarli hamma narsani topishingiz mumkin. Suv, elektr energiyasi, oziq-ovqat do'koni, kiyim do'koni, texnika do'koni, mehmonxona, kafe, bar, sartaroshxona, buzilgan texnika to'g'rilaydigan ustaxona, dorixona va hattoki sayohat buyumlari va ateljemot. Ha, inson judayam moslashuvchan mavjudot. Judayam tor ekan. O'tga ko'chalar. Va bu albatta tushunarli. Bunaqa kichkina joyda shuncha narsa qurish o'zi bo'ladimi? Orol judayam tor, lekin unda mana bunaqa tunkadan judayam zich qilib qurib tashashgan. Shuning uchun ham yo'llari ba'zida bitta odam sig'maydigan darajada tor. Mana bu yerda kichkinagina hotel deyshadi bular, lekin ovqatlanadigan shunchaki shoxobcha opalarimiz kartoshka tozalashyapti. Hattoki bu orolchada publar bor mana. Four Ways pub. Mana shunaqa sartaroshxonalar ham bor. Bemalol mana bu yerdan soch turmagini tanlab, o'zingiz yoqqan turmagini qildirsangiz bo'ladi. Mana master o'zlari ham shu yerda chiqib ketyaptilar hozir. Mana shogirdlar o'tiribdi. Ish quroling bo'lsa soz, mashaqqating bo'lar oz mana. O'yini faqat ozgina singan ekan, lekin qolgan hamma narsa bor. Orolda xuddi hamma narsa bor deydi. Chunki mana qaranglar. Orqamda shundoqqina do'kon bor. Do'konda hamma narsalarni sotishyapti. Mana bu yerda bozorga o'xshab pomidorlar yoki boshqa sabzavotlar, mevalar sotishyapti yoki mana o'ng tarafimda kiyim-kechak. Mana misol uchun orqamda xuddi Optim sotgandek kiyimlarni sotishyapti. Yoki mana bu ham ichkarida ham kiyimlar bor. Bunga ishonish qiyin, lekin bu orolda hattoki dorixona bor o'rtoqlar. Dorixona. Mana bu oroldagi juda ham muhim narsa, ya'ni bu yerda prezervativlarni tekinga tarqatishadi. Chunki orolda juda ham ko'plab VIH keyslari bor. U keyslarni oldini olish va umuman jinsiy yo'l bilan o'tadigan kasalliklarni oldini olish yoki kerak bo'lmagan homiladorlikni oldini olish uchun mana shunaqa bepulga prezervativlar tarqatishadi. Bu juda ham muhim narsa, bunaqa joylar uchun juda ham kerak bo'lgan tashabbus aslida. Migingo aholisi mana shunaqa kichkinagina lounjlar ichida dam olishadi, ya'ni uxlashadi. Ko'rishingiz mumkin. Bir dona yotoq, bitta uzog'i bilan ikkita odam sig'ishi mumkin. Lekin devorlar, tom hammasi tunkadan qurilgani uchun kunduz kuni bu yerga kirib bo'lmaydi mana. Kirishim bilan terlab ketdi. Havo umuman yo'q. Orqamdagi bu bino bu hojatxona va bu yerdagi barcha inson ekskrementlari mana shu quvurlar orqali borib Viktoriya ko'lining o'ziga to'kiladi. Va qiziq tarafi, bu ko'lda Migingo hanuz cho'miladi. Bu orolda suv bilan ozgina muammo bor. Ya'ni ichimlik suvini odatda puli borlar do'konlardan sotib olishadi. Lekin puli yo'qlar Viktoriya ko'lini o'zidan borib ichishadi. Ba'zida mana bu yerda dorixona ham bor. Dorixonadan kichkinagina dorilar olib, u dorilar suvni tozalar ekan, mikroblardan. Viktoriya ko'ldan suvni olib, shu dorini tashab, suvni tozalab, o'sha suvni ichishar ekan. Quyosh panellari bu orol uchun haqiqiy game changer bo'lgan, chunki hozir mana misol uchun musiqalarni eshityapsizlar, to'g'rimi? Chiroq bor bu yerda, muzlatgichli ishlatishadi. Hammasi quyosh panel orqali. Hamma uylarning tomida quyosh panellari bor. O'sha quyosh panellari orqali bu yerdagi insonlar elektr tokidan foydalanishadi. Meni yana bitta shokka tushirgan narsa, bu orolda masjid bor ekan. Tasavvur qiling. Orol aholisining 10%gina musulmon ekan, lekin shunda ham bo'lsa masjid qurishgan ekan. Men oddiy baliqchiman. Shu yerda yashaysizmi? Ha, Ham ishlaysiz, ham yashaysiz, to'g'rimi? Ha, ishlayman ham, yashayman ham. Demak, 24 soat shu orolda. Shunaqa desa ham bo'ladi. Ba'zida 2 hafta yoki 1 oyga qirg'oqqa borib kelishim mumkin. Boshqa payt shu yerdaman.
Keniya, Uganda va hatto Tanzaniyadan kelgan yuzlab baliqchilar bu orolni tark etmasdan deyarli har kuni baliq ovlashadi. Balki bu orol kattaroq bo'lganida, unda allaqachon 10 minglab aholi istiqomat qilayotgan bo'lardi. Lekin muammo shunda ediki, bu yerda joy chegaralangan. Shahar yoki qishloq aholisi ko'paysa, u kengayishni boshlaydi, lekin bu yerda kengayishi o'ziga joy yo'q. O'shaning uchun ham bu orol zichlashishni boshlagan. Hozirgi paytda tushunishingiz uchun mavsum emas paytida bu orolda 500 ta inson yashaydi. Mavsum paytida, ya'ni aprel-mart oylarida bu orolda 1000 ta inson hayot kechiradi. Yarimta futbol stadioni hududidagi maydonda 1000 kishi yashashi bu har 2 metr kvadratga bitta odam degani. Tasavvur qiling. Bu degani Migingo oroli dunyodagi aholi eng zich yashaydigan joy. Albatta buni rasman tasdiqlash qiyin, chunki bu yerdagi insonlar bu yerda rasman ro'yxatdan o'tishmagan. Bundan tashqari ikkita davlat doimiy ravishda uni ustida talashishadi. Lekin bu yer uchun kurash emas, balki resurs uchun kurash. Va resurs deganda biz aynan o'sha Nil sudagini nazarda tutamiz. Tushunishingiz uchun bu baliqning maksimal uzunligi 2 metrgacha, vazni bo'lsa 150 kilogrammgacha bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu maksimal o'lchamlari har doim ham unaqa katta bo'vermaydi, lekin bu baliqning o'rtachasi ham kichkina emas. Nil balig'i Sharqiy Afrikada juda ham qadrlanadi, chunki Yevropaga eksport qilish uchun ideal mahsulot. Tasavvur qiling, agar O'zbekiston do'konlarida ham filesi oppoq, mayin, sergo'sh baliq bo'lganda olmagan bo'larmidingiz? Albatta olardingiz. To'g'ri, bizda Nil sudagi bo'lmasligi mumkin, lekin mana bunaqa juda ham go'zal Norvegiya fjordlarida yetishtirilgan losos, mazali tunets, Turkiyani sibaslari, midya, kalmar, osminok, ugr, bularni hammasini siz RMR do'konidan topishingiz mumkin. Shuning uchun ham O'zbekistondagi juda ham mashhur va nufuzli kafe, restoran, sushi barlarni juda ham ko'pchiligi aynan RMR dan dengiz mahsulotlari va boshqa eksklyuziv tovarlarni xarid qilishadi. Chunki RMR faqat bizga o'xshagan xaridorlar emas, balki B2B segmenti uchun ham xizmat ko'rsatadi. Nimaga aynan RMR? Chunki 15 yildan beri mana shu sohada ishlab keladigan, vaqt bilan sinalgan do'kon. Mahsulotlarni ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar, juda ham ruscha aytganda svejiy. Mana sizlarga oddiy misol aytaman. Har hafta bu do'kon o'zi 7-8 tonna losos import qiladi, ya'ni birinchi qo'l. Bundan tashqari Gollandiya, Fransiya, Shveysariya pishloqlari, Italiya va Gretsiyadan keltirilgan zaytun va zaytun moylari, turli souslar va yuzlab boshqa gurme mahsulotlarni RMR do'kondan topishingiz mumkin. Xullas, agar siz do'kon, restoran yoki kafengizni mana shunaqa eksklyuziv va premium gurme mahsulotlar bilan to'ldirmoqchi bo'lsangiz, RMR ga aloqaga chiqing. Sizga juda ham chiroyli narxga berishadi va O'zbekistonni istalgan hududiga yetkazib berishadi. Biz bo'lsa Migingoga qaytamiz. Migingoni nazorat qilish bo'lsa, Viktoriya ko'lidagi Nil sudagi eng ko'p uchraydigan strategik muhim nuqtani nazorat qilish degani. Muammo shundaki, Keniya va Uganda chegaralarining Viktoriya ko'lidagi qismi doim mavhum bo'lgan. Chunki suvda na chiziq, na devor, na panjaralar bo'ladi. 2000-yillarning o'rtasi Nil sudagi vasvasasi avjiga chiqqan bir paytda bo'lsa, Uganda hukumati to'satdan Migingo oroliga da'vo qila boshlaydi. Ularning fikricha, orolchi aynan ularning hududida joylashgan. Shundan keyin orolga Uganda politsiyasi keladi, lekin bosib olishga emas, balki baliq tutishni nazorat qilish uchun. Keniya esa doim Migingoni o'z hududi deb hisoblab kelgan. Chunki mustamlaka davrida inglizlar tomonidan belgilangan rasmiy chegaralarga ko'ra, orol aynan Keniya hududida joylashgan. Xullas, baliq eksportidan qoladigan $100 million uchun ikki davlat hukumati o'ta jiddiy kurashga kirgan edi. Lekin baliqchilar uchun bu bitta narsani anglatardi. Yangi qoidalar, yangi soliqlar va orolda yangi qurolli insonlar. Ya'ni yillar davomida, 10 yillar davomida bu yerda shunchaki tirikchilik qilib yashab yurgan insonlar ikki davlat o'rtasidagi xalqaro nizo markaziga tushib qolishadi. Eng qizig'i, Migingoni oldida yana ikkita orol bor, lekin hech qaysida odam yashamaydi, hech qaysini davlatlar talashmaydi. Ajoyib, a? Buni asosiy sababi ularning relyefida. Chunki Usingo va piramid orollarining qirg'oq qismi tik qoyali va qayiqli uchun juda ham noqulay. Migingoda bo'lsa, buni aksi. Hamma sir mana shunda. Bu eksport uchun ideal baliqda, katta-katta, go'shtli, yaxshi saqlanadi. Shuning uchun ham Uganda va Keniya Nil sudagini har yili
minglab tonna Yevropa va Yaqin Sharqqa eksport qiladi. Ya'ni Migingo oroli yaqinida tutilgan Nil sudagini avvaliga baliqqa qayta ishlash punktlariga yuborishadi. O'tda uni tozalab, bo'laklarga bo'lib, oppoq file ko'rinishiga keltirib, muzlatib, undan keyin eksportga yuborishadi. Mana shu joyda achinarli detal. Migingo orolida tutiladigan Nil sudagini eng kattalari, shirali qismi eksportga ketadi. Eksportga yaramasdan qolib ketgan mayda-chuyda qismini bo'lsa aholini o'zi iste'mol qiladi. Mana endi eng qizig'i. Hamma ishkalga sabab bo'layotgan mana shu Nil sudagi aslida Viktoriya ko'lida avvallari yashamagan. Uni yevropalik kolonizatorlar bo'tga olib kelib yetishtirishni boshlagan. Nimaga deysizmi? Chunki ungacha Viktoriyada unaqa sotish mumkin, eksport qilish yoki biznes qilish mumkin bo'lgan katta baliqlar yashamagan. G'oya juda ham oddiy edi. Kattaroq baliq olib kelib yetishtiramiz, chunki kattaroq baliq katta go'sht degani, katta go'sht bo'lsa, katta pul degani. Lekin bitta juda ham muhim jihat e'tiborga olinmagan. Nil sudagi bu juda ham katta yirtqich baliq, boshqa baliqlarni yeydigan. Viktoriya ko'lida bo'lsa kichkina mayda-mayda baliqlar, kichkina jonzotlar yashagan va ular bunaqa monsterga qarshi himoyalanishi, yashab qolish usullarini umuman bilmagan. Bu xuddi bilasizlarmi? Faqat quyonlar yashaydigan zooparkka sherni qo'yib yuborishda gapda. Oqibatda nima bo'ladi? Juda ham katta masshtabdagi ekologik fojia. Qachondir Viktoriya ko'li dunyodagi eng boy ekotizimlardan biriga ega bo'lgan. Lekin insoniyat qilgan birgina shu qaror oqibatida yuzlab mahalliy baliq turlari yo'qolib ketdi yoki yo'qolish arafasiga kelib qoldi. Ana endi diqqat qiling. Olimlar buni zamonaviy biologiya tarixidagi eng katta ekologik fojia deb atashadi. Eng katta. Paradoks qarangki, butun boshli ko'l ekosistemasini nobud qilgan Nil balig'i millionlab insonlarni tirikchilik manbaiga, mintaqani iqtisodiy dvigateliga aylanadi. Bunaqa narsalar ko'rganimdan keyin xayolimda faqatgina bitta savol aylanyapti. Nahotki inson yashashi uchun tabiat o'lishi kerak? Retorik savol. Do'stlar, ko'rsatuv yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Izohlarda o'zingizning konstruktiv fikrlaringizni yozib qoldiring. Dunyo qarashingiz kengayib, biz yashab turgan yer sayyorasi qanchalik ko'p qirrali ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi ko'rsatuvlarni o'tkazib oling. Kanalga obuna bo'ling.